Ayni vaqtda Nepal terma jamoasi guruhda O'zbekiston bilan birgalik 9-0 hisobida mag'lub etdi va ularda 3 ochko bor. Ikkinchi o'rinda, chunki birinchi o'rinda O'zbekiston bor. O'zbekiston Nepalning bugungi raqibga tegishli bo'lgan natijani qayd etsa, ya'ni g'alabani qo'lga kiritib, 3-turga olib qolsa yo'llanma masalasini. Lekin boshqa variant ham bor. 18-chi Sabita Rana Magar, shuningdek 22-raqamda hozir birinchi jiddiy zarbani ko'rishimiz mumkin. Sarasvati futbolchini. Mana endi yuqoridan uzatma amalga oshirilyapti. Birinchi gol do'stlar. Hisob ochildi. 7-daqiqaga kelib Nepal terma jamoasi burchak zarbasidan, lekin ana shu 9 nafar futbolchining birortasi raqibni to'xtatishga urinmadi. Bu safar ham gol urilsa, burchak zarbalaridan bemalol gol kutsak bo'ladi. O'tkazildi. Zarba darvozabon qiyuvchi to'g'ridan to'g'ri darvoza tomon yo'naltirdi. Qaytgan to'pga birinchi bo'lib himoyachi yetib keldi. Ikkinchi to'lqin kechroq 20:30 esa O'zbekiston terma jamoasining o'yini bor. Bangladesh bilan. Mana bu hozir gol bo'lishi mumkin. Darvozabon qaytardi. Ikkinchi temp. Yana bir imkoniyat va gol do'stlar. 2-0. Jamoa yetakchisi Sabitra Bxandari gol muallifi. Bir necha marta yo'nalishni o'zgartirib keldi to'p. Ikkinchi qavatdan uzatma, xavfli. Yuqoridan darvoza tomon to'g'ridan to'g'ri zarbami? Himoya. Biz esa kutamiz, ruxsat bor. Zarba yo'llandi darvoza tomon va 3-gol. Chiroyli gol urilyapti standart vaziyatdan. Zarba kuchsiz, lekin gol. Bxandari dubl muallifiga aylandi. Va ular hujumda. 4-raqam egasi Samiksha Khimeri uzatma amalga oshirdi. Darvozabon qo'ldan chiqarib yubordi. Yaxshi pas. Qaytimi bo'lishi kerak. Bxandari 3-0. Mana endi chiroyli gol urilyapti. Masha Stefani Dias ham bor. Aynan Dias zarba berishga qaror qildi. Yomon emas. Bitta chap qanotga ko'chirildi. Yaxshi o'yladi. Gitarana uzatma, 4-gol. 4-0. Gitarana chiroyli pas amalga oshirdi va Sabitra Bxandari hat-trick muallifiga aylanmoqda. Turnirdagi aldab o'tildi. Ikkinchi qavatdan uzatma. 5-golni ko'rmaymiz shekilli. Qaytarib berdi. Endi ko'rsak kerak. Bxandari. To'g'ri. Sabitra Bxandari so'nggi epizodda zarba berdi va hech narsaga erisha olmadi. Tanaffusga chiqamiz do'stlar. Nepal katta ustunlik bilan harakat qilyapti. Qaytganmiz qadrli do'stlar. Shri Lanka hamda Nepal terma jamoalari o'rtasidagi Osiyo Kubogi saralab gapirmasak bo'ladi. Malaka, o'yinga moslashish. Madubashini Navanjana Pereira himoya chizig'i vakili. Himoyaga yuklama juda ham ko'p. Yana bir hujum. Penalti do'stlar. Azizlar, qoida buzilgan. Ruxsat berildi. Zarba yo'llandi. 5-0. Gitarana gol muallifi. Chini de Silva yuqoriga ko'taryapti. Darvoza tomon bordi. Darvozabon qaytardi. Mana bu yerdachi Nepal o'rtasidagi yaxshi o'yinni ko'ramiz. Zarba yo'llay olmadi. 62-daqiqa 6-golni ko'ramizmi? Ko'ramiz. Do'stlar. 6-gol. Kutib oling. 21-raqamdagi himoyachi Nishat Xokar standartda oldinga o'tib jamoasiga gol urib berdi. Uzatma muallifi Anita Basnet, 11-raqam egasi.
Yaxshi pas keldi. Kuzatib qo'yishimiz kerak. Darvozabon qaytardi. Uzoqlashtirish. Hakamning ruxsatini kutyapti. Ruxsat berildi. 9-raqam egasi. Darvozaga zarba ustunga tegyapti. Birinchi taymda u standartdan gol urgan edi, lekin jonli Jarana yaxshi ko'tara oldi yuqoriga. Zarba bera olmayapti hozir. Jarima maydon. Ray. Chiroyli harakat, uzoqdan yo'llangan zarba rikoshet. Darvozabon ham. Yosh, ikkinchi qavat orqali yana uzatma. Mana gol, 7-si. Gol urilyapti. Boya zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Reka Pudel gol muallifi. Muxlisning hayqirig'ini eshityapsiz. Juda kam stadionga tashrif buyurgan muxlislar, lekin nepallik kadrda ko'rayotgan ish bor. Yaxshi kombinatsiya. Imkoniyat bor 8-golga. Juda ham aqlli o'ynadi. Zaxiradan qo'shilgan Pujarana 8-0. 89-daqiqada bu golga erishdi Pujarana. Qulay keldi-da, e'tibor bering. Va o'zi ham lekin hujum qildi. O'rtalikda bir oldinga o'tishga urinib ko'rdi va mana yakunda hujum qilyapti. Mana bu zarba juda noaniq. Darvozabon to'pni ushlab oldi. 9-golga harakatni boshlayotganida hakam final hushtakini chaldi. 8-0. Nepal terma jamoasi 8-0 hisobda g'alaba qozonyapti va guruhda onlayn jadvalda birinchi o'ringa ko'tarildi. Bir necha soatdan keyin O'zbekiston terma jamoasi yana o'z o'rniga qaytishi mumkin. Buning uchun Laosni taslim etish kerak bo'ladi. Reportajimizni shu pallada yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi efirlarda uchrashguncha xayr, doimo sog' salomat bo'ling.